Kecha 10-mart kuni ommaga namoyish qilinib, prezentatsiyasi bo'lib o'tgan, navbatdagi shedevr bo'lish kutilayotgan Mercedes-Benz VLE. Mercedes vakillari ushbu avtomobilga shunchaki minivan emas, balki Grand Limuzin deb ham nom qo'yishdi. Germaniyaning Stuttgart shahrida taqdim qilingan Grand Limuzin avtomobili to'liq elektromobil bo'ladi va asosan ikki xil komplektatsiyaga ajratiladi. VLE 300 modelida 272 ot kuchi, 700 km zaxira masofasi mavjud bo'ladi va unda tezkor zaryadlash qurilmasi ham bo'ladi va u 15 daqiqada 355 kilometrgacha taqdim qilishi mumkin zaxirasini va umumiy 25 daqiqa zaryadkada 80% gacha to'ldirib berishi mumkin. Ikkinchisi va eng maksimal komplektatsiyada VLE 400 Formatic bo'ladi va unda 409 ot kuchi, 650 km zaxira masofasi bo'ladi. Bu birinchi komplektatsiyaga qaraganda sal kamroq bo'ladi batareykani kattaligini hisobiga. Orqa g'ildirak buriladi, pnevma podvязка bo'ladi va 2,5 tonnalik buksirovkani amalga oshirish uchun 680 Nm taqdim qilingan bo'ladi. Interyerda esa premiumli napa kojalari, premium audio sistema, Burmester 4D bo'ladi. Yaxlit bir dona oynani ostida MBUX Superscreendan 3 dona displey o'rnatilgan bo'ladi. Orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun 31,3 dyumdan iborat bo'lgan 8K panoramli displey ular uchun taqdim qilinadi. O'rindiqlarda massaj, isitish, sovutishlarni gapirmasa ham bo'ladi. O'rindiqlar soni komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda 4 tadan 8 tagacha bo'lishi mumkin. Sotuvi 2026-yil oxiri yoki 2027-yil boshlariga reja qilinayotgan Grand Limuzinning narxi taxminan bor yo'g'i 85 ming AQSh dollaridan 165 ming AQSh dollarigacha bo'lishi mumkin o'zini narxi.